Hozirda ayollarimiz qiladigan eng ko'p xatolardan bittasi. Ko'pchilik ayollarimiz VPChga qarshi emlash tavsiya qilinganda uni bepushtlikka olib kelishidan qo'rqib rad etishadi. Bu xato. Barchamizga ma'lumki, VPCh, ya'ni odam papilloma virusi bachadon bo'yni saratonining sababchisi va bachadon bo'yni saratoni kelib chiqishini oldini olishdagi eng samarali usul VPChga, ya'ni odam papilloma virusiga qarshi emlash. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti qizlarimizda birinchi jinsiy aloqadan oldin VPChga qarshi emlanish bachadon bo'yni rakini oldini olishi isbotlangan va bu emlash millionlab insonlarda qo'llangan va uning xavfsizligi, bezararligi isbotlangan. Shuning uchun siz qizingizda birgina emlash orqali bachadon bo'yni rakini oldini olishingiz mumkin. Internetdagi vahima uyg'otuvchi asossiz gaplarga emas, ilmiy dalillarga tayaning. Farzandingiz uchun muhim qaror qabul qilishdan oldin mutaxassis bilan maslahatlashing. Buning uchun pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Sog'ligingiz haqidagi qarorlar ilmiy asoslangandagina eng to'g'ri qaror bo'ladi.